Bir odam 1 million sadaqa qildi. Bir odam 1 tiyin haromdan o'zini chetga oldi. Kimi savobi ko'p? 1 million sadaqa qilgan odammi, 1 tiyin haromdan uzoqlashganmi desa, ulamolar aytadilarki, 1 tiyin haromdan uzoqlashgan odamning savobi bunikidan ko'proq deydilar. Chunki rizqiga, bolalariga yedirayotganda harom narsani aralashmasligida e'tibor nihoyatda katta. Shuning uchun bolalarimizga ular gap qaytarganda bir o'zimizni analiz qilib olishimiz kerak. Gap qaytardi. Ko'zini uzmasdan tikka qarab turibdi ko'zimizga. O'zimizni darrov sinchiklashimiz kerak. Nega buni qarayapti? Qatta adashdim. Shu bor molimda topayotgan, mulkda egalik qilayotgan, topgan davlatimda biror bir odamni haqqi aralashib qolganmidikina? Nimaga bu menga tikka qaradi? Agar halol bo'lsa, pokiza bo'lsa, bu unday qilish kerak emas edi-ku. Mana shunday holatda o'zimizni keyin sinchiklab olishimiz kerak bo'ladi.